Salom hammaga. Bugun aynan vebinarimizning birinchi kuni. Xo'p, ko'plar ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Aynan bugungi vebinarimizda biz qanaqa qilib tilni tez va oson o'rganish haqida gaplashamiz. O'zim, xo'p, natijalarimga keladigan bo'lsak, aynan o'zim 1 yil o'zida ikkita tildan ham, ingliz tilidan ham, nemis tilidan ham 1 yilda o'zida S1 sertifikatini qo'lga kiritganman va bugun aynan qisqa qilib, qanaqa qilib nemis tilidan 6 oy ichida S1 darajagacha chiqish mumkinligi haqida gaplashamiz. Bunda men sizlarga o'zim foydalangan eng zo'r til o'rganishdagi ishoninglar, eng zo'r texnika bilan bo'lishaman. Buni men ingliz tili o'rganganimda ham, nemis tili o'rganganimda ham bu aynan usuldan foydalanganman. Bu texnika bilan sizlar ham o'zingizlarning darajalarni kamida bitta daraja yuqoriga ko'tarishingiz mumkin. Xo'p, kelinglar o'zi ozgina tanishadigan bo'lsak, birinchi bo'lib, xo'p, demak, aynan bugungi vebinarimiz mavzusi nemis tili 6 oyda. Ya'ni qanaqa qilib biz 6 oy ichida o'zimizni darajamizni S1 gacha, ya'ni eng yuqori darajagacha ko'tarishimiz mumkinligi haqida gaplashamiz. Oldin kelinglar o'zim haqida ozgina gapirib beradigan bo'lsam, xo'p, oldin hozir aytganimdek, demak, men 1 yil ichida ikkita tildan ham S1 sertifikatini qo'lga kiritganman va aynan men hozir bugungi seminarimizda qanaqa qilib tilni, ya'ni xorijiy tillarni, chet tillarini juda ham tez va oson, samarali o'rganishimiz mumkin. Men o'zim birinchi bo'lib ingliz tilini o'rganishimdan boshlaganim uchun ingliz tilini birinchi o'rganganimda rost ingliz tilini o'rganishga ozgina qiynalib va til o'rganishim, aynan ingliz tilini o'rganishim uzoqroq muddatga cho'zilgan, ya'ni ingliz tilini men uzoqroq o'rganganman. Ikkinchi tilim bo'lsa, ikkinchi chet tili sifatida nemis tilini o'rganganman va nemis tilini o'rganishimda menga unaqangi S1 darajaga ko'tarilishim uchun juda ham ko'p vaqt kerak bo'lmagan va chunki men bunda o'sha tajribalarim yig'ilganligi sababli ham ingliz tilini o'rganishimda nemis tilini o'rganishim ancha tez va oson bo'lgan. Va shu sababli ham aynan bu vebinarni biz tashkillashtirdik. Ya'ni vebinarda asosiy biz o'rganadigan bugungi texnikamiz bu qanaqa qilib har qanaqa tilni aynan bugun nemis tili misolida ko'rib chiqamiz. Ya'ni nemis tilini qanaqa qilib tez va oson o'rganishimiz mumkin. Aynan praktikada, ya'ni amaliyotda qo'llab ko'rsatib beraman. Xo'p, keling, birinchi ko'radigan bo'lsak, demak, bu qisqacha vebinarimiz mavzusi haqida edi. Xo'p, o'zi Xo'p, yana qisqacha o'zim haqida aytadigan bo'lsam, men 2023 va 2024-yillari Germaniyada 1 yil davomida o'z soham bo'yicha o'qib qaytganman va bunda albatta Germaniyaga borganimda talabalik vizasi bilan borganman. Talabalik vizasi bilan borib, bu yerda sayohat qilib, bir necha Yevropa davlatlarida sayohat qilganmiz. Va hozirda bo'lsa, aynan 2025-yilda eng katta nemis tili markazlaridan birida asosiy o'qituvchi vazifasida ishlayman. Bu yerda ko'rishlar mumkin. Xo'p, demak, men onlayn va offlayn darslar ham hozir o'tyapman. Aynan endi bugun aynan sizlarda onlayn vebinarimda sizlar bilan til o'rganishdagi, nemis tili o'rganishdagi eng zo'r texnika bilan bo'lishmoqchiman. Bu texnika bilan ishoninglar, sizlar darajalarni S1 gacha juda ham tez va oson va qisqa muddatda ko'tara olishingiz mumkin. Buni biz nafaqat hozir tilda gapirib beraman, balki amaliyotda ham birgalikda sinab, tajribada o'tkazib ko'ramiz. Xo'p. Demak, xo'p, vebinarda agarda oxirigacha qoladigan bo'lsanglar, ishoninglar, bu texnikani o'zingizlarni bilib, undan keyin o'zingizlarda amaliyotda qo'llaganingizdan keyin bu texnikani nafaqat nemis tili, balki keyinchalik balki boshqa tilni o'rganganingizda ham bu texnikadan foydalanishingiz mumkin. Shuning uchun ham vebinarni oxirigacha tomosha qilinglar. Xo'p. Demak, o'z birinchi bo'lib boshlaydigan narsamiz biza bilamiz, dunyoda deyarli 1000 tadan ortiq tillar bor. 1000 tadan ortiq tillar ichida endi savol tug'iladi. Xo'p, shuncha ko'p tillarimiz bor ekan. O'zi tillarni orasidagi farq nimada? Ya'ni bitta til ikkinchi tildan aslida nimasi bilan farq qiladiki, biz boshqa tilni o'rganishimiz kerak. Ya'ni asosiy tillarimiz o'rtasidagi farq nimada bo'ladi? Xo'p, nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Qani, shuncha til o'rganamiz, boshqa qilamiz, chet tillarni o'rganamiz. Aynan tillar orasidagi farq o'zi aslida nimada? Xo'p, bu savolga javob o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? Men ikkita dona savol berardim. Ya'ni tillar orasida o'zi ikki dona farq bor. Ya'ni, xo'p, birinchisini aytadigan bo'lsam, birinchisi bu albatta tillar orasidagi farq. Eng birinchi farq bu albatta so'zlarda. Ya'ni
Bizda turli xil so'zlar bor. Misol uchun qog'oz, daftar, ruchka deyishimiz mumkin yoki odam. Boshqa mana shunaqa ko'p so'zlar bor. O'zbek tilida aytadigan bo'lsak, mana shu so'zlar har xil tillarda har xilcha aytiladi. Misol uchun aynan nemis tilida aytaylik. Misol uchun aytaylik, o'zbek tilida men maktab bormoq degan so'zlarni olganmiz. Endi bo'lsa nemis tilida bu so'zlar albatta turlicha aytiladi. Men degani ich, maktab degani shule, bormoq bo'lsa gehen. Demak, tillar o'rtasidagi birinchi farq bu so'zlarda. Ya'ni tillar har xil tillarda bizda har xil so'zlarimiz turlicha aytiladi. Demak, biz til o'rganganimizda birinchi navbatda nimalarga e'tibor berishimiz kerak ekan? Demak, so'zlarni o'rganishdi. Chunki so'zlarni aynan chet tilidagi tarjimasini bilmagan holda siz u tilni o'rgana olmaysiz. Shuning uchun ham, demak, tillarimiz orasidagi birinchi farq bu so'zlarda bo'lgani uchun ham siz eng avvalo yangi tilni o'rganishda yangi so'zlarni o'rganishga e'tibor qaratishingiz kerak. Bu degani, demak, qanchalik siz ko'p so'zlar biladigan bo'lsangiz chet tilida, shunchalik shu chet tilida yaxshi gapira olasiz, shu chet tilini yaxshi tushuna olasiz. Xo'p, endi ikkinchi farqni topadigan bo'lsak, xo'p. Demak, birinchi farqimiz tillar o'rtasidagi farqlarning eng birinchisini men so'zlar deb aytdim. Demak, turlicha jismlar, turlicha narsalar bizda har xil tillarda har xilcha nomlanadi. Xo'p, ikkinchi farq nimada deb o'ylaysiz? Ya'ni tillarimiz orasidagi ikkinchi farq nimada? Xo'p, o'ylab javob berib ko'ring. Xo'p, birinchisi so'zlar. Endi yana ikkinchisi, bu ham aynan juda ham chet tilini o'rganishda bu narsa ham juda ham zarur narsa bo'ladi. Busiz chet tilini o'rganish iloji yo'q. Xo'p, o'ylab ko'ramiz. Keling, yaxshi so'zim aytaman. Demak, bizdagi tillar o'rtasidagi endi ikkinchi farqimiz bu grammatika deb bo'ladi. Demak, grammatika. Grammatika degani nimani tushunamiz? Endi bizda so'zlar bor. Demak, boya ko'rib chiqdik. O'zbek tilida men, maktab, bormoq degan so'zlarni ko'rgan edik. Endi biz grammatika, to'g'ri grammatikadan foydalanib, gaplar tuzishimiz mumkin shu so'zlarda. Ya'ni misol uchun aytaylik, men maktabga boryapman. Sen maktabga boryapsan deydigan gaplar tuzadigan bo'lsak, biz gaplarni endi so'zlarni bir-biriga to'g'ri bog'lashda grammatika bizga kerak bo'ladi. Ya'ni, xo'p, agarda bizda so'zlar berilgan bo'lsa, ya'ni biz so'zlarni yodladik. Men maktab bormoq deb hech qachon gapirmaymiz. Biz endi mana shu yodlagan so'zlarimizni grammatik jihatdan to'g'ri tuzib, to'g'ri foydalanib, to'g'ri gaplar tuzishimiz kerak. Buning uchun biz albatta grammatikani, ya'ni chet tildagi grammatikani ham yaxshi o'zlashtirishimiz zarur ekan. Ya'ni, endi o'zbek tilida men maktabga boraman deb aytamiz. Xo'p, nemis tilida endi xuddi mana shu gapni qanday qilib aytamiz? Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Demak, nemis tilida men maktabga boraman demoqchi bo'lsak, ich gehe zur Schule bo'ladi. Demak, bu yerda ko'rib turibmizki, biz 3 ta so'zdan foydalandik. Ich, gehen va Schule. Va bu yerda biz endi to'g'ri grammatikadan foydalangan holda gapimizga, ko'rganingizdek, gapimizni tuzib oldik. Demak, tillarning o'rtasidagi ikkinchi farq bu grammatika bo'ldi. Xo'p, demak, ko'rib chiqqan farqlarimiz birinchisi so'zlar, ikkinchisi grammatika. Demak, har qanday tilni biz o'rganayotganimizda, har qanday xorijiy tilni o'rganayotganimizda biz so'zlarni va aynan o'sha tilning grammatikasini ham o'rganishimiz zarur ekan. Demak, so'zlarni bildik, u xorijiy tilning grammatikasini ham o'rgandik. Demak, biz bunda gaplarni to'g'ri tuzib, mana shu tilni to'g'ri, mana shu tilda to'g'ri gapira olamiz. Mana shu tilni eshitganimizda biz tushuna olamiz. Va endi, lekin, xo'p, so'zlarni o'rgandik deylik, grammatikani ham zo'r o'rgandik deylik. Endi bizda muammo kelib chiqadi. Ko'pincha juda ham ko'p holatlarda grammatikani zo'r o'rgangan, so'zlarni zo'r yodlagan, juda ham ko'p so'zlar yodlagan insonlarda ham albatta muammolar uchrab turadi. Ya'ni qanaqa muammo deysizmi? Keling, bizdagi kelib chiqqan muammoni ko'radigan bo'lsak, xo'p, demak, grammatika va so'zlarni o'rgandik-u, lekin endi muammoimiz qanaqa qilib shu grammatikani ham, so'zlarni ham bir-biriga bog'lab, to'g'ri ulardan foydalana olaman. Ya'ni bizda ko'pchilik til o'rganuvchilar, xo'p, grammatikani o'rganadi, qoidalarni o'rganadi, yangi so'zlar yodlaydi, lekin gapirishga kelganda ulardan foydalana olmaydi. Grammatik jihatdan to'g'ri gaplar tuza olmaydi.
yokida yodlagan so'zlari bo'lsa esidan chiqib ketadi. Ya'ni shunaqangi ko'p muammolarga duch keladi ko'pincha til o'rganuvchilar. Xo'p, endi mana shu muammolarga biron bir yechim bormi? Ya'ni xo'p, so'zlarni o'rganaylik, grammatikani yodlaylik, lekin qanaqa qilib mana shu so'zlarni ham, grammatikani ham biz aktiv holatda ulardan foydalanishimiz mumkin, to'g'ri foydalanishimiz mumkin. Gapirganda, yozganda qanday qilib ularni biz endi to'g'ri foydalanib, o'zimiz gapirganimizda, yozganimizda ularni qo'llashimiz mumkin. Xo'p, siz qanaqa usullardan foydalansizki, aynan mana shu til o'rganish jarayonini o'zingiz uchun oson va tez qilish uchun? Bilamizki, agar faqat so'zlarni, faqat grammatikani agar o'rganadigan bo'lsak, faqat qoidalarni o'rganadigan bo'lsak, gapirishga kelganda yoki yozishga kelganda hammasi esimizga kelmaydi. So'zlarni esla olmaymiz, grammatikani to'g'ri foydalana olmaymiz. Albatta o'ylaymanki, agarda siz ham til o'rgangan bo'lsangiz qachonlardir, albatta shu muammolardan o'tgansiz. Keling, men bu aynan mana shu muammo uchun zo'r yechib etadigan bo'lsam. Buning uchun demak, aynan mana shu so'zlarni va grammatikani o'rgangandan so'ng ularni aktiv holatda foydalanib, ularni to'g'ri qo'llashimiz uchun biz tilni eng zo'r yodlash usulidan foydalanishimiz kerak. Ya'ni tilni eng zo'r o'rganish usulidan bu bizda aynan matnlardan va podkastlarni tahlil qilib tilni o'rganishimiz kerak. Xo'p, demak bu yerda nimani aytyapman? Xo'p, biz so'zlarni o'rgandik, grammatikani o'rgandik, lekin ulardan foydalana olmayapmiz, to'g'rimi? Aynan mana shu muammoni yechish uchun siz tilni faqat so'z va grammatikani o'zini alohida emas, balki aynan mana shu so'zlar va grammatikani siz turli xil matnlardan va podkastlarni tahlil qilgan holda o'rganishingiz zarur. Demak, keling buni ko'radigan bo'lsak, qanday qilib biz berilgan matndan va berilgan podkastdan yangi so'zlarni va grammatikani o'zlashtirishimiz mumkin. Chunki bilamizki, biz so'zlarni va grammatikani o'rganib turib, chet tilini o'rganib turib, biz nima qilamiz? Albatta yozishimiz kerak, to'g'rimi? To'g'ri yoza olishimiz kerak. Yozganda bu nimaga tushiriladi? Albatta matnlar ko'rinishiga keltiriladi. Xo'p, endi biz bilamizki, xo'p, so'zlarni o'rgandik, grammatikani o'rgandik chet tilida. Xo'p, endi nima qilishimiz kerak? Ulardan foydalangan holda biz ravon gapira olishimiz kerak. Gapirganda bu bizda aynan podkast shakli bo'ladi. Ya'ni podkast shaklida bilamizki, tilni eng zo'r biluvchilar, aynan mana shu tilni aytaylik, nemis tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, nemis tilida eng zo'r gapiruvchilar, xuddi nemis tili ona tilisidek gapira oladiganlarning turli xil podkastlari chiqadi. Siz aynan mana shunday to'g'ri yozilgan matnlar va podkastlarni nemis tilida tahlil qilish orqali so'zlar va grammatikani zo'r o'rganishingiz mumkin. Ya'ni bunda siz endi nafaqat qoidalar ko'rinishida o'rganasiz tilni, balki endi amaliyotda o'z ko'zlaringiz bilan qanday grammatikadan foydalanaman, qanaqa joyda bu so'zlarni men ishlataman degan savollarga javob bergan holda siz endi tilni o'rganishingiz mumkin. Qachonki siz matn va podkastlarni to'g'ri tahlil qilishni bilsangiz. Xo'p, keling, endi bir mana shuni aynan nimani nazarda tutayotganimni birgalikda mashq qiladigan bo'lsak. Aynan men hozir sizga biron bir podkast beraman. Keling, buni ko'ramiz. Hozir men bu yerda sizga Xo'p, demak, men hozir qiladigan ishim, birinchi qadamimiz podkast eshitib tilni o'rganishda, demak, birinchi bo'lib, keling men sizga podkast qo'yib beradigan bo'lsam, demak, birinchi qadamimiz xohlagan nemis tilidagi podkastni eshitish bo'ladi. Siz ko'pincha, misol uchun, A1 darajada bo'lsangiz, A1 darajaga mos audioni eshitishingiz kerak. Agarda A2 darajada bo'lsa, A2 ga mos. Ya'ni o'z darajangizga mos bo'lgan dastavval siz podkast tanlab olishingiz kerak. Xo'p, endi birinchi qadamimiz shunchaki buni eshitasiz. Hech qanaqa ish qilmasdan, hech qanaqa narsa yozmasdan, chizmasdan yoki hech nima bilan shug'ullanmasdan shunchaki keling hozir berilgan podkastni eshitadigan bo'lsak, bu bizda birinchi qadam hisoblanadi. Demak, birinchi qadamimiz bizda podkastimizni eshitish ekan. In den letzten Jahrhunderten hat der Mensch jedoch stark in die Umwelt eingegriffen. Wälder wurden abgeholzt, Flüsse verschmutzt und riesige Mengen an Müll produziert. Besonders seit der Industrialisierung werden durch Fabriken, Autos und Kraftwerke große Mengen an Treibhausgasen in die Luft abgegeben,
die das in den letzten Jahrhunderten hat der Mensch jedoch stark in die Umwelt eingegriffen. Wälder wurden abgeholzt, Flüsse verschmutzt und riesige Mengen an Müll produziert. Besonders seit der Industrialisierung werden durch Fabriken, Autos und Kraftwerke große Mengen an Treibhausgasen in die Luft abgegeben, die das Klima verändern. Demak, biz birinchi qadamni qilib oldik. Birinchi qadamda biz aynan mana shu podkastni, berilgan podkastni hech nima qilmasdan shunchaki eshitdik. Endi ikkinchi qadamda bo'lsa, endi berilgan podkastni biz matnini o'qigan holda eshitamiz. Xo'p, demak, ikkinchi qadamga o'tadigan In den bo'lsak, letzten demak, bizda ikkinchi qadamda e'tibor bering. Ikkinchi qadamda endi biz shunchaki eshitmaymiz, balki bizda endi bu yerda aynan podkastning matni berilgan. Biz mana shu matnni o'qigan holda endi podkastni eshitamiz. Ya'ni birgalikda ovozimizni chiqarib, biz berilgan matnni ham o'qishimiz kerak. Bu usul nimaga foyda beradi? Demak, bizda ko'rganingizdek podkastimizni juda ham tilni yaxshi biluvchi, nemis tilini yaxshi biluvchi inson gapiryapti va siz aynan o'sha inson orqasidan xuddi qanaqa gapirgan bo'lsa, xuddi shunaqa gapirish orqali siz talaffuzingizni, nemis tilidagi talaffuzingizni yaxshilaysiz. Bu albatta bilamizki, aynan har qanaqa tilni o'rganishda talaffuz juda ham katta rolni o'ynaydi. Shundagina sizni boshqa insonlar tushuna oladi, shundagina siz aynan mana shu tilda juda ham chiroyli va jozibali gapira olasiz. Shu sababli ham hozir endi ikkinchi marta eshitishimizda, ya'ni ikkinchi qadamda biz podkastni matnini ovoz chiqarib birgalikda o'qishimiz zarur. Ya'ni bizda bu yerda transkripti berilgan va keling birgalikda endi ovozimizni chiqarib baland ovozda birga o'qiymiz. Men buni boshdan qo'yaman. Im letzten In den Jahrhunderten letzten hat der Mensch jedoch Jahrhunderten stark hat der in die Mensch Umwelt jedoch stark in die eingegriffen. Umwelt eingegriffen. Wälder wurden Wälder wurden abgeholzt, abgeholzt, Flüsse Flüsse verschmutzt verschmutzt und und riesige Mengen an Müll produziert. Besonders seit der Industrialisierung werden durch Fabriken, Autos und Kraftwerke große Mengen an Treibhausgasen in die Luft abgegeben, die das Klima verändern. Xuddi shunaqa ko'rinishda siz ikkinchi qadamda baland ovozda podkastni birgalikda o'qishingiz zarur. Bu nimaga yordam beradi? To'g'ri, siz bu yerda hozir so'zlarni tushunmasdan qolgan bo'lishingiz mumkin yoki qaysidir joyda to'xtab qolgan bo'lishingiz mumkin, lekin aynan bu usulda xuddi mana shu yerdagi gapirgan odam qanday gapirgan bo'lsa, xuddi shunaqa gapirish orqali siz aynan nemis tilidagi har qanaqa chet tildagi talaffuzingizni yaxshilab olishingiz mumkin. Demak, bu usul aslida shadowing deyiladi. Ya'ni siz zo'r gapirayotgan odamni, mana shu tilda zo'r gapirayotgan odam orqasidan xuddi bir xil qaytarishga harakat qilishingiz shadowing, ya'ni xuddi soyalash deyiladi. Bir xil ko'rinishda qaytarishingiz mana shu texnikaga kiradi va bu bizga aynan talaffuzimizni nemis tilidagi mana shu tildagi talaffuzimizni yaxshilashga juda ham katta yordam beradi. Ishoning, talaffuzingizni bundan ham zo'r, bundan ham boshqa texnika orqali siz yaxshilay olmaysiz. Chunki talaffuz faqat gapirish, eshitish va mana shunday orqasidan zo'r gapirayotgan insonlarning orqasidan qaytarish orqali yaxshilanadi. Shu sababli demak ikkinchi qadam shunaqangi ham siz birga bir ko'rinishda mana shu berilgan transkriptini o'qigan holda audioni takrorlashga harakat qilishingiz zarur. Xo'p, endi keling 3-qadamga o'tadigan bo'lsak. Xo'p, endi 3-qadamni nima qilamiz? Audioni bir marta eshitdik, audio transkriptini ham ko'rdik, transkriptini ko'rgan holda ham eshitdik va qaytardik. Demak, talaffuzimiz sal bo'lsa ham yaxshilandi. Lekin endi muammo bor. Bu yerdagi bizda ba'zi bir so'zlar notanish bo'lishi mumkin yoki ba'zi bir gaplarni biz grammatik jihatdan tushuna olmayapmiz. Keling endi 3-qadamga o'tadigan bo'lsak. 3-qadamda nima qilamiz? Demak, 3-qadamda endi qiladigan ishimiz podkastdan yangi so'zlarni tahlil qilib yodlash bo'ladi. Bu yerda biz ko'rib turganingizdek podkastimizning matnini olib olasiz. Demak, podkastning transkriptini olasizda, siz tushuna olmagan so'zlaringizni birma-bir belgilab chiqishingiz zarur. Demak, mana shunday holatda birma-bir, xo'p, keling boshdan o'qiydigan bo'lsak, in den letzten Jahrhunderten. Demak, mana shu so'zni tushunmadingizmi? Bo'ldi. O'zingiz uchun belgilab oling. Xo'p, yana o'qiymiz. Xo'p, Mensch degan so'z bizga tushunarli, bu kishi degani. Xo'p, jedoch stark degani kuchli. Demak, bu so'zni bildik. Xo'p, o'tamiz. In die Umwelt. Umwelt nima degani? Demak, tushunmadikmi? Belgilaymiz.
angegriffen. Hop, bu so'z ham juda ham notanish. Unda buni ham belgilab olamiz. Endi Wälder wurden, Wälder bilamizki o'rmonlar degani. Hop, bu so'zni biz juda ham yaxshi bilamiz. Endi bo'lsa wurden abgeholzt. Hop, endi aynan mana shu so'z bizga notanish. Demak, biz endi mana shu so'zni ham belgilab olishimiz zarur. Hop, endi keyingi qiladigan ishimiz Flüsse verschmutzt. Flüsse verschmutzt. Flüsse demak daryolar, verschmutzt nima degani? Demak, bu so'zni ham tushunmadikmi? Demak, buni ham belgilab olasiz. Shu ko'rinishda siz transkriptda aynan matnda podkastning bo'yi eshitib olgan, gapirgan matningizda qaysiki so'zni tushunmagan bo'lsangiz, endi mana shu yerda o'qib turib, tushunmagan so'zlaringizni birma-bir belgilab olishingiz zarur. Xo'p, demak, aynan mana shu bizda 3-qadam edi. Xo'p, belgilab oldik. Endi belgilab olgan so'zlarimiz nima qilishimiz kerak? Albatta, ma'nosini tushunib, tarjima qilib chiqishimiz zarur. Demak, bizda keyingi qiladigan ishimiz, ko'radigan bo'lsak, ya'ni biz belgilab olgan so'zlarni endi ma'nosini topib, tarjima qilib chiqamiz. Demak, biz boya qaysi so'zlarni belgilab olgan edik? Xo'p, bizda yaxunda degan so'z bor edi. Biz uni ham belgilab, demak, uni tarjima qilamiz. Ma'nosi nima edi? Tarjimasi demak, bizda uni internetdan qidirib topib izlanamiz va bizda tarjimasi demak asr degani. Ya'ni aynan bizda berilganda mana bu yerda in den letzten Jahrhunderten. Hop, endi Jahrhundert asr degan ekan. Demak, bu nima ma'noda kelyapti? Demak, letzten degani so'nggi degani. Demak, so'nggi asrlarda degan ma'no kelib chiqyapti. Ko'rib turganingizdek, demak, biz buni nimasiga ma'nosini tushunib oldik va sekin-sekin gaplarning ham ma'nosi shu tariqa kelib chiqadi. Xo'p, endi keling biz ikkinchi so'zimizni ko'radigan bo'lsak, xo'p, endi eingreifen. Bu yerda bizda aynan mana bu so'z ishlatilgan edi. Eingegriffen. Demak, bizda o'tgan zamon shaklida eingegriffen bo'lar ekan. Hozirgi zamon shakli eingreifen. Xo'p, bu so'zning ma'nosi nima ekan? Uni ham tarjima qilib olamiz. Demak, aralashmoq, ta'sir ko'rsatmoq degani. Umwelt bo'lsa atrof, muhit degani ekan. Xo'p, demak, buni ham tarjima qildik. Keyingi so'zlarimizni ham xuddi shu tariqa biz tarjima qilib olamiz. Abholzen, verschmutzen, die Menge. Demak, bu yerda bizda o'zbek tilidagi tarjimalari berilgan. Xuddi shu ko'rinishda siz ham tushunmagan so'zlaringizni o'zbek tiliga, o'zingiz tushunadigan tilga tarjima qilib olishingiz zarur. Xo'p, endi bo'lsa mana bu tekstga qaytasizda, endi gaplarni tushunishga harakat qilib ko'rasiz. Okay, in den letzten Jahrhunderten hat der Mensch jedoch stark in der Umwelt eingegriffen. Hop, shunda bu gapimizning ma'nosi endi qanday kelib chiqyapti? Demak, bizda Jahrhundert nima edi? Asr degani. Umwelt demak, bizda atrof, muhit. Eingegriffen bu, ya'ni eingreifen so'zidan olingan bo'lib, eingegriffen bu o'tgan zamon shakli hisoblanadi. Eingreifen bu ta'sir ko'rsatmoq edi. Shunda demak, so'nggi asrlarda bizda Mensch inson degan inson atrof muhitga stark demak juda ham kuchli ta'sir ko'rsatgan degan gapimizning ma'nosi chiqib kelyapti. Endi siz xuddi shu ko'rinishda mana shu so'z birikmasini eslab qolgan holatda agarda so'zlarni yodlaydigan bo'lsangiz, birinchidan siz demak bu yerda ko'rib turganingizdek so'zlarni qanaqa joylarda foydalanishingiz mumkinligini bilib olasiz. Ya'ni kontekstdan so'zlarni yodlash mana shunday bo'ladi. Siz so'zlarni faqat shunchaki slovarga qarab Jahrhundert asr unday emas, balki endi aynan matnda qanaqa ishlatiladi, gapirganda qanaqa ishlata olamiz, shular bilan birgalikda siz o'rgana olasiz. Va bilgan bo'lsangiz, biz ikkinchi qadamda hattoki transkriptlarni o'qib, qanday talaffuz qilinishini ham o'rganib olgan edik. Demak, siz ikkinchi qadamda allaqachon bularning talaffuzlari, qanaqa talaffuz qilinishini ham bilasiz. Endi bo'lsa ma'nosini ham bilib oldingiz va ma'nosini ham bilganingizdan so'ng nimani, qanaqa holatlarda biz bu so'zlardan foydalanish mumkinligini ham bilib oldik. Xo'p, endi albatta bu yerda ba'zi bir tushunmayotgan narsalaringiz bo'lishi mumkin. Ya'ni nima? Xo'p, biz so'zlarni bildik, ularning ma'nosini tushundik, lekin endi bu yerda so'zlarni bir-biriga bog'lovchi grammatikamiz yetishmayapti. Endi biz grammatikani ham bu yerda tahlil qilib chiqishimiz zarur. Xo'p, endi grammatikani qanaqa tahlil qilamiz? Demak, bizda yangi so'zlarni belgiladik, ularni tarjima qildik, ularni ma'nosini, boyagi gaplarimizni ma'nosini o'zimiz uchun bilib oldik va
bilamizki, bularni hammasini qanaqa talaffuz qilinishigacha ham yodlab oldik. Demak, biz hozir yangi so'zlarni yodladik. Bizni lug'atimizga juda ham yangi so'zlar qo'shildi. Ularni qanaqa, bu so'zlarni amalda qanaqa foydalanishimiz mumkinligi, kontekstda qanday foydalanishimiz mumkinligini ham biz o'rganib oldik. Endi biz qiladigan 4-qadam bu podkastdagi yangi so'zlarni tahlil qilib olganimizdan so'ng bo'ladigan 4-qadam. Biz endi podkastda foydalanilgan grammatikani ham tahlil qilib chiqishimiz zarur. Misol uchun, bizda aynan bilamizki, boya ko'rsatganim eingreifen so'zi bor edi. Aynan eingreifen so'zi, keling bu yerda yozib tushuntiradigan bo'lsam, Mensch jedoch stark in die Umwelt ein. Demak, biz boya yodlab olgan so'zlarimizda eingreifen so'zini ko'rgan edik. Eingreifen, xo'p, nima degani edi eingreifen? Bu, ya'ni insonlar nimaga ta'sir ko'rsatayotgan edi? Aynan atrof muhitga ta'sir ko'rsatayotgan edi. Eingreifen bizda ta'sir ko'rsatmoq deb tarjima qilgan edik. Ta'sir ko'rsatmoq. Xo'p, demak, endi bizda bu yerda o'tgan zamon shaklida ishlatilyapti. Ko'rganingizdek, eingreifen. O'zi bu hozirgi zamonda oddiy tuslamagan shaklda, ya'ni infinitiv shaklda eingreifen bo'lsa, o'tgan zamon shaklida qandayga o'zgarar ekan? Eingegriffen. Demak, biz bu yerda ko'rdingizmi, hattoki grammatikani ham o'rganishni boshladik. Demak, bizdagi eingreifen ta'sir ko'rsatmoq fe'li o'tgan zamon shaklida gapiradigan bo'lsak, eingegriffen bo'lib o'zgarar ekan. Demak, biz endi misol uchun grammatikadan foydalangan holda bizda insonlar tabiatga ta'sir ko'rsatgan degan so'zni, degan gapni qanday aytishimiz mumkin? Demak, bu yerda ko'rganingizdek, biz hat der Mensch an die Umwelt eingegriffen yoki da buni aynan tekstdan ko'radigan bo'lsak, keling buni o'chiraman. Xo'p, demak biz ko'rib turibmizki, yaqinda hat der Mensch stark in die Umwelt eingegriffen. Demak, biz bu yerda aynan o'tgan zamonni ishlatyapmiz. O'tgan zamonni qanaqa ishlatishni ham o'rganib olsak bo'lar ekan. Demak, bizda bu yerda hat yordamchi fe'li qo'llanilgan. Demak, bizda yordamchi fe'l qo'llanilib, undan so'ng bo'lsa eingreifen bo'lsa, partisip 2ga o'zgartirilgan. Demak, bizda haben plus, demak, fe'limizning bizda ikkinchi shakli berilgan bo'lishi kerak ekan. Partisip 2 ko'rinishida biz nima? O'tgan zamonda gapirishimiz mumkin ekan. Xo'p, bu yerda yozadigan bo'lsak, demak, inson nima degan edi? Mensch, aytaylik. Mensch. Undan keyin habenni biz tuslaymiz. Hat. Endi atrof muhitga deydigan bo'lsak, nima deb aytar ekanmiz? In die Umwelt ta'sir ko'rsatgan eingegriffen. Xo'p, demak, biz bu yerda nimani o'rgandik? Demak, biz bu yerda grammatikani tahlil qilishni ham o'rgandik. Demak, bizda aynan xo'p, eingreifen so'zi ta'sir ko'rsatmoq deganligini bilib oldik. Undan keyin bo'lsa, xo'p, o'tgan zamonda shuni qanaqa aytardim, to'g'rimi? O'tgan zamonni ham endi bu yerda biz o'rganib oldik. Ya'ni grammatikani aynan podkastda berilgan grammatikani tahlil qilgan holda yoki da bu yerda bitta dona bo'lmas, keling ikkinchi yo uchinchi turdagi turli xil grammatik mavzularni ko'rib chiqadigan bo'lsak. Xo'p, bu bittasi edi va misol uchun bizda mana bu gap ham berilgan edi. O'qiydigan bo'lsak, demak, Wälder wurden abgeholzt, Flüsse verschmutzt. Abholzen o'zi nima degan ma'noni anglatardi? Demak, bu kesish degan ma'noda edi. Abholzen, Flüsse verschmutzen. Demak, bu so'zni ham biz yozib olgan edik. Demak, bu verschmutzen bizda ifloslangan degan ma'noda kelmoqda. Verschmutzen o'zi ifloslanmoq degani. Keyin yozadigan bo'lsak, abholzen va verschmutzen. Xo'p, demak, bizda abholzen bu kesmoq degani, verschmutzen bo'lsa ifloslamoq degani. Lekin endi bu yerda bizda unday ma'noda emas, ya'ni unday nima qilgan, demak,
ifloslangan va nima qilingan? Kesilgan degan ma'noda kelyapti. Bu yerda bizda qanaqa grammatikamiz ishlatilyapti? Demak, passiv degan grammatik mavzu qo'llanilyapti. Demak, daraxtni kesmoq yokida daryoni ifloslamoq ma'nosida emas, balki aynan majhul nisbada gapiryapmiz. Ya'ni daraxtlar kesilgan, daryolar bo'lsa ifloslangan. Demak, bu yerda kim qilganligi ma'lum emas, balki noma'lum. Bizda bu ish harakatni kim qilganligi noma'lum bo'lsa ham, lekin mana shu ish harakat sodir bo'lganligiga urg'u berganimizda biz passivni ishlatar edik. Ya'ni daraxtni kim kesdi, suvni kim iflosladi, uni bilmaymiz, lekin biz shunchaki daraxtlar kesilgan, ya'ni bu yerda bizda Wälder demak daraxtlar, ya'ni o'rmonlar kesilgan va Flüsse demak daryolar bo'lsa ifloslangan degan ma'noda gapirmoqchi bo'lsak, biz bu yerda passivni ishlatar ekanmiz va bizda passiv qanday yasaladi? Bizda passivimiz demak worden yordamchi fe'liga participe swayni qo'shgan holda biz passivni yasashimiz mumkin. Ya'ni bu yerda endi gapimiz aynan podkastda berilgan gapni tahlil qiladigan bo'lsak, Wälder wurden abgeholzt ko'rganingizdek, abholzen fe'li bizda qanday o'zgardi? Abgeholzt demak nima qildi? Kesildi deyish uchun biz aynan abgeholzt bizdagi berilgan fe'limizni xuddi o'tgan zamonga kabi, o'tgan zamonda qanday tuslasak, o'sha kabi tuslab olishimiz zarur ekan. Abgeholzt, Flüsse, hop, daryolar nima bo'ldi? Flüsse verschmutzt. Flüsse verschmutzt. Hop, demak, aynan mana shu ko'rinishda biz passivni ham yasab olishimiz mumkin. Bu yerda demak siz aynan grammatikani ham mana shunday holatda birma-bir tahlil qilib chiqishingiz mumkin. Xo'p, demak, biz grammatikani o'rganib turib, bunday podkastlarni tahlil qilishimiz nimaga yordam beradi? Demak, biz buni endi qanaqa holatlarda biz mana shu grammatikadan foydalanishimiz mumkinligini ham biz endi bilib olamiz. Ya'ni ko'pchilik, misol uchun, ko'pchilikda uchraydigan holat bo'ladi, grammatikani o'rganadi, so'zlarni o'rganadi, lekin gapirishga kelganda yoki so'zlar yoki gaplar tuzishga kelganda o'sha qiynalib qolishadi. So'zlarni bir-biriga bog'lay olmaydi, grammatikani to'g'ri qo'llay olmaydi. Aynan siz bu usulda o'rganadigan bo'lsangiz nimaga yordam beradi? Demak, siz grammatikani o'rgangansiz, hop, so'zlarni o'rgangansiz. Endi podkast eshitib talaffuzingizni ham yaxshiladingiz. Hop, yangi so'zlarni aynan podkastni eshitgan holda o'rgandingiz. Endi siz mana shu so'zlarni qanaqa joylarda qo'llay olishingiz, qanaqa gaplar tuza olishingizni ham bilasiz. Endi grammatikani tahlil qilgan holda, demak, bizda grammatikamiz aslida gapirganda o'zi qanaqa qo'llaniladi? Mana shu grammatikadan aslida qanday to'g'ri foydalana olaman degan o'zingizni ichingizdagi savollarga ham javob bera olasiz. Demak, aynan bu usulda tilni o'rganish juda ham samarali usul hisoblanadi, chunki siz aynan yodlagan so'zlaringizni, yodlagan grammatikangizni endi kontekstlarda ko'rishni boshlaysiz. Aynan mana shu qanaqa ishlatilishini, qanaqa foydalanishni, ya'ni aynan amaliyotda qanaqa bo'lishini bilishni boshlaysiz. Demak, bu usulda o'rganish sizga nimaga yordam beradi? Birinchi o'rinda yodlagan so'zlaringiz ancha tez esingizda qoladi, ancha tez o'rganasiz. Chunki siz o'sha tasavvur qilishni boshlaysiz. Podkastni eshityapsizmi? Gaplarni tarjima qilyapsizmi? O'sha sizda gaplar bor xayolingizda, siz o'sha narsalarni tasavvur qilishni boshlaysiz. Ha, demak, o'rmonlar kesilibdi, daryolar ifloslanibdi. Demak, bu o'sha tasavvuringizda o'sha kelishni boshlaydi. So'zlar ham avtomatik bu yerda sizda qolib ketadi. Misol uchun, hop, demak, daraxtlar kesilgan, o'rmonlar kesilgan degan so'zni qanaqa aytamiz? Wälder wurden abgeholzt. Daryolar ifloslanganchi, daryolar ifloslangan. Siz uni tasavvur qilishingiz mumkin. Qachonki tasavvurni ishlatgan holda mana shunday so'zlarni yodlasak, ancha ishoning esingizda tez va samarali qoladi. Ya'ni keyinchalik ham esingizdan chiqarishingiz unaqa oson bo'lmaydi, ancha nima deydi, bu juda ham samarali usul hisoblanadi. Demak, daryolar ifloslangan. Nima deb aytamiz? Die Flüsse wurden verschmutzt. Bu yerda biz hattoki grammatikadan ham to'g'ri foydalanyapmiz. Chunki biz boya eshitganda ko'rdik, demak, ifloslangan deyish uchun wurden verschmutzt deyildi. Ifloslamoq so'zi bo'lsa, aslida o'zi verschmutzen deyiladi. Demak, hop. Bizda bu yerda 4-qadam ham tugadi. Demak, biz aynan podkastda berilgan foydalanilgan grammatikani ham tahlil qilib oldik. Demak, biz bu usulda endi nimani o'rgandik? Demak, podkastdagi grammatikani yaxshi tushunib oldik. Podkastda berilgan so'zlarni zo'r yodlab oldik. Bizda tasavvurimizda allaqachon so'zlarimiz jonlandi. Demak, daryolar ifloslangan, bu bo'lsa nimaga?
Umvelt nima edi? Bu demak, atrof muhit. Bu narsalar atrof muhitga yomon ta'sir ko'rsatgan kabi bizda tasavvur paydo bo'ldi va so'zlarimiz ham unga mana shu narsani tasvirlab berishga yetadigan so'zlar ham biz o'rganib oldik va ularni gapirib berishda ham biz grammatikani ko'rib chiqqanimiz uchun endi siz bemalol gapirib ham berishingiz mumkin bu narsani. Xo'p, demak, keling endi keyingi qadamga o'tadigan bo'lsak, letzten endi Jahrhundert 5-qadam grammatikani ham so'zlarni ham tahlil qilib bo'lganingizdan so'ng endi siz keyingi qiladigan 5-qadamingiz mana shu berilgan podkastni endi kamida 3 marta yo 5 marta qayta eshitishingiz kerak. Ya'ni podkastni biz mana shu 3 marta yo 5 marta kun davomida qayta eshitib yurishimiz zarur. Ya'ni kun davomida siz kamida 3 marta yo 5 marta mana shu tahlil qilgan podkastingizni eshitib yuring. Ya'ni keling In den letzten Jahrhunderten hat der Mensch jedoch stark in die Umwelt eingegriffen. Wälder wurden abgeholzt, Flüsse verschmutzt und riesige Mengen an Müll produziert. Besonders seit der Industrialisierung werden durch Fabriken, Autos und Kraftwerke große Mengen an Treibhausgasen in die Luft abgegeben, die das Klima verändern. Demak, biz bu yerda 3-5 marta takroriy eshitish orqali endi biz yodlagan so'zlarimizni va yodlagan grammatikamizni mana shu usul orqali mustahkamlab olishimiz mumkin. Ya'ni biz birinchi eshitganimizda, eng birinchi podkastni eshitganingizda bilaman, agar darajangiz kamida B1, B2 dan yuqori bo'lmasa, bu podkastni 100% tushunish juda ham qiyin bo'ladi. Shu sababli ham aynan bilaman, birinchi qadamda, aynan birinchi marta bu podkastni eshitganingizda sizga umuman so'zlar notanish, grammatikasi tushunarsiz va aynan umuman podkastni o'zi umuman tushunarsiz eshitilgan bo'lishi mumkin. O'sha ikkinchi marta eshitganingizda, ya'ni ikkinchi marta endi transkriptni ko'rgan holda ham o'qib turib ham eshitganingizda уже nima deydi, sekin-sekin mana shu so'zlarni, ba'zi bir so'zlarni tushuna boshlaysiz, to'g'rimi? Endi 3-qadam keldi. 3-qadamda biz nima qildik? Umuman bizga notanish bo'lgan so'zlarni belgilab turib, ularni o'zbek tilidagi tarjimalarini ham yozib chiqdik va undan keyin bo'lsa mana shu butunlay gaplarni o'qib turib, ularni tarjima qilishga harakat qildik. Demak, biz bu yerda allaqachon yangi so'zlar bilan ham tanishib oldik va 4-qadamda grammatikani tahlil qilib chiqdik. Xo'p, demak, bizda so'zlar ishlatilgan ekan, so'zlar bor ekan. Aslida ular qanaqa ma'noda kelyapti? Demak, qanaqa grammatika bilan bizda bog'lanilgan? Ularni ham tahlil qilib oldik. Endi demak, butunlay biz podkastni tahlil qilish orqali biz o'zi podkastni ma'nosini butunlay tushunib oldik. Aynan matnni, ya'ni podkastning transkriptini o'qigan holda tushunib oldik. Birinchi marta umuman tushunmagan bo'lsangiz, tahlil qilib bo'lgandan keyin endi mana 5-qadamda yana 3-5 marta уже mana shu podkastni siz takrorlab eshitsangiz, podkastning o'zi sizning esingizda qolib ketadi va podkast bizda bilamiz nimadirni hikoya qilib beryapti. Aynan mana shuni ham tasavvur qilib, ham yodlagan, tahlil qilgan so'zlarimiz, ham grammatika bizda endi miyamizda ancha ishoning, ancha mustahkam singiydi. Bu usul orqali siz hozir ham yangi so'zlar yodlayapsiz, ham grammatikangiz mustahkamlanyapti, ham boya talaffuz qilishni o'rganing, to'g'rimi? Birgalikda talaffuz qilib, birgalikda gapirib, so'zlarni qanaqa talaffuz qilish, qanaqa so'zlarni ishlatish, qanaqa grammatika bilan ularni bog'lash kerakligini ham bilib oldik va bu yerda biz endi 3-5 marta eshitganimizda biz ana shu o'rgangan narsalarimizni mustahkamlab olishimiz mumkin. Demak, birinchi marta eshitganimizda siz bilaman ko'p narsani tushunmaysiz. Endi mana 5-qadamga kelib turib siz podkastdagi deyarli 90% dan 80% dan oshiq narsani o'sha tushuna oladigan bo'lishingiz zarur. Siz mana shunday har kuni aynan mana shu texnika bo'yicha mashq qilib boraversangiz, sekin-sekin siz keyinchalik xohlagan bir podkastingizni, yuqori darajadagi podkastni eshitib turib ham mana shunday birdaniga tushunib keta olishingiz mumkin. Va buning uchun bo'lsa, bu darajaga chiqish uchun xohlagan podkastni nemis tilida yoki xohlagan chet tilingizda birdaniga tushunib ketishingiz uchun siz albatta mana shu tarzda, aynan podkastlarni mana shu tarzda eshitish orqali o'zingiz mashq qilishingiz zarur. Xo'p, endi 6-qadamda demak bizda podkastda yodlangan yangi so'zlar va grammatikadan foydalanib eshitganlaringizni gapirib berishingiz kerak. Demak, biz 3-5 marta podkastni ham eshitib bo'ldik. Demak, so'zlar bizda mustahkamlandi. Endi o'sha so'zlarni biz o'zimiz ham ishlata olishimiz zarur. Demak, o'zimiz ham og'zaki gapirganimizda yoki yozganimizda aynan bu so'zlarni biz
bu so'zlardan biz endi aktiv foydalanadigan inson bo'lishimiz kerak. Buning uchun bo'lsa, endi biz aynan podkastda ishlatilgan, podkastdan yodlagan so'zlarimizdan foydalanib turib, endi biz o'zimiz shu eshitgan narsalarimizni gapirib beramiz. Ya'ni nimalarni eshitdik? Bildikki, demak, odamlar nimaga, atrof muhitga ta'sir ko'rsatayotgan ekan, nimalar qilishyapti ular? Ular o'rmonlarni kesishyapti va nimalarni, daryolarni ifloslashyapti, ya'ni daryolar ifloslanyapti, to'g'rimi? Mana shunday tarzda endi gapirib beradigan bo'lsak, hop, demak biz nima degan so'zni, o'rmonlar degan so'zni, o'rmonlar kesilyapti, o'rmonlar kesildi deydigan bo'lsak, qanaqa gapiramiz? Wälder wurden abgeholzt und die Flüsse verschmutzt. Demak, daryolar ifloslangan. Demak, shu ko'rinishda endi xuddi o'sha yodlagan so'zlaringiz va tahlil qilgan grammatikangizdan foydalanib turib, endi podkastni qayta hikoya qilib berishga harakat qiling. Demak, podkastni biz tahlil qilib bo'ldik, yangi so'zlarni o'rgandik, talaffuzimizni yaxshilash uchun 3-5 marta podkastni qayta eshitib, uni qayta gapirib va endi bo'lsa o'zimiz mustaqil gapirishga ham harakat qilishimiz zarur. Bu bizda aynan yodlagan narsalarimizni mustahkamlash uchun va o'zimiz ham keyinchalikka amaliyotda aynan qo'llay olishimiz uchun juda ham katta yordam beradi. Xo'p, endi demak, natijada aynan biz bu usul orqali, agar sezgan bo'lsangiz, natijaga juda ham tez chiqishingiz mumkin. O'zi har qanaqa tilni o'rganishda, demak, bilamizki, bizda grammatika va nima, so'z boyligi juda ham katta rolni o'ynar ekan. Bizda grammatika va so'z boyligini endi nima orqali bu yerda biz albatta o'qish va yozishga ishlatamiz. Ya'ni biz o'rgangan grammatikamizni aytdimki, eng samarali usuli bu matnlardan yoki podkastlardan o'rganish bo'ladi deb aytdim. Demak, bizda lesen bu o'qish, hören bo'lsa eshitish. Aynan biz bu yerda hozir grammatikani ham, so'zlarni ham eshitish orqali tahlil qilib o'rgandik. Demak, biz hozir hören demak, aynan mana shu qismni juda ham yaxshilashga yordam beramiz. Eng qizig'i, biz undan keyin eshitib turib nima qildik? Matnni ham o'qidik. Bu bizga lesenga kiradi. Demak, biz nafaqat hörenni, balki eng muhim qismlardan biri bo'lgan til o'rganishda eng muhim nima? Ko'nikmalardan biri hisoblangan lesen, demak, o'qib turib tushunish ko'nikmasini ham biz rivojlantirayotgan bo'lamiz. Demak, biz eshitib tushunishni rivojlantirdik. O'qib tushunishni rivojlantirdik va bilamizki, aynan so'zlar va grammatikani o'rganib bo'lganimizdan so'ng mana shu podkastni siz gapirib bering deb aytdim. Demak, biz aynan bu usul orqali nimani? Endi gapirish ko'nikmamizni ham rivojlantirgan bo'lamiz. Biz yangi so'zlarni, yangi grammatikani yodladik va uni gapirdik. Demak, bizda bu yerda allaqachon sprechen ham aynan o'sib borayotgan bo'ladi. Va schreibeni bo'lsa, endi siz qanaqa mustahkamlashingiz mumkin? Albatta, yangi so'zlarda va yangi grammatikadan foydalangan holda berilgan podkastda tushungan narsalaringizni o'zingizga o'zingiz yozib, mana shu tarzda siz hammasini, ya'ni mana shu berilgan 4 ta ko'nikmani bitta dona mashq yordamida zo'r qilib nima oshirishingiz mumkin ekan. Ya'ni mana shu 4 ta ko'nikmani zo'r o'zlashtirishingiz mumkin ekan. Ishoning, siz bunaqa texnikani, bunaqa til o'rganishda samarali bo'lgan texnikani boshqachasini topolmasangiz kerak. Chunki aynan podkastni eshitib, uni tahlil qilib, undan keyin yana bir marta eshitib va gapirib turib, ishoning, bu texnika eng zo'r texnikalardan biri. Xo'p, demak, endi sizda bilaman, aynan mana shu texnikani o'rgatganimdan so'ng sizda savol tug'ilishi mumkin. Demak, qanaqa savol? Xo'p, buni keyingisiga o'tadigan bo'lsak, Xo'p, endi bu yerda albatta sizga savol tug'ilishi mumkin. Bunday usulda o'tilgan darslarni men qayerdan topishim mumkin? Bu yerda men albatta o'zimni nemis tilidan 2 oylik intensiv kurslarini taklif qilaman. Xo'p, nima uchun aynan bu kursni siz sotib olishingiz kerak? Demak, bu yerda ko'rganingizdek, umuman boshqacha metodda darslar olib boriladi. Demak, biz bu yerda har doimgidek odatdagi boshqa nemis tili kurslarida o'qitiladigan kabi
grammatikani ham, so'z boyliklarini ham o'rganamiz. Lekin bundan tashqari sizga turli xil matnlar, turli xil podkastlar tashlab beriladi va demak, aynan biz mana shu tariqa matnlar va podkastlarni tahlil qilish orqali biz nemis tilimizni yanada mustahkamlab boramiz. Demak, siz bu yerda sizga nafaqat bu yerda grammatika va so'z boyligi o'rgatiladi, balki siz mana shu grammatikani va o'rgangan so'zlaringizni qanday qilib to'g'ri joylarda, to'g'ri kontekstlarda foydalanishingiz mumkinligini ko'rsatib berish uchun sizga turli xil matnlar, turli xil podkastlar beriladi va biz ularni birgalikda mana shu tariqa tahlil qilib birgalikda nemis tilini o'rganamiz. Va albatta undan so'ng bo'lsa biz har haftada 2 marta jonli sprach klublar tashkil qilamiz. Aynan bu jonli sprach klublarda siz endi yodlagan so'zlaringizni, o'rgangan grammatikangizni foydalanib turib gapirishingiz mumkin. Demak, biz birgalikda xatolarimizni tuzatib, to'g'rilab, aynan mana shu orqali nemis tilini tez va oson o'rganishga harakat qilamiz. Xo'p, nima uchun aynan men bu metodni tanlaganman? Chunki aynan ikkita tildan ham juda ham qisqa muddatda sabr darajasiga eng yuqori darajalardan biriga chiqishimda aynan men tilni mana shu usulda o'rganganman. Ya'ni bu so'zlarni, grammatikani aynan kontekstlarga bog'lab o'rganish edi. Ya'ni xo'p, grammatik mavzusini o'rgandik, so'zlarni o'rgandik. Chunki ko'pchilikda keyin savol paydo bo'ladi, qanaqa qilib uni men to'g'ri foydalana olaman? Chunki misol uchun ko'pchilik grammatikani o'rganadi, so'zlarni o'rganadi, lekin ishlatishga kelganda ishlatisha olmaydi. Lekin aynan bu usulda tilni o'rganish sizga yodlagan so'zlaringizni ham, o'rgangan grammatikangizni ham oson qo'llay olishingizga yordam beradi. Chunki siz bunda 4 ta ko'nikma bo'ladigan bo'lsa, til o'rganishda 4 ta ko'nikmani ham oshirib, 4 ta ko'nikma ustida ham ishlayotgan bo'lasiz. Ham talaffuzingiz yaxshilanadi, ham siz yangi so'zlar, ham grammatikani o'rganasiz. Aytib o'tgandek, so'zlar va grammatika til o'rganishdagi eng muhim qism edi. Va endi narxlarga keladigan bo'lsak, aynan bu 2 oylik intensiv kurslarning narxlariga keladigan bo'lsak, agarda siz A1 darajada, ya'ni tilni A1, A2 darajada tilni endi o'rganayotgan bo'lsangiz, sizga mana bu birinchisi to'g'ri keladi. Agarda siz nemis tilini allaqachon o'rta darajada bo'lib, lekin darajangizni yuqoriroqqa ko'tarmoqchi bo'lsangiz, sizda bu ikkinchi kursni sotib olishingiz mumkin. Demak, bizda kurslarimiz amaliyotga ko'proq urg'u berilgan. Demak, biz albatta grammatika, nazariy qismni ham o'rganamiz, grammatikani va so'zlarni har doimgidek o'rganamiz. Lekin bizda endi amaliyot qismiga ham mana shunday tartibda olib boriladi. Demak, bizda matnlar va audiolar bilan juda ham ko'p ishlaymiz. Va albatta jonli darslar orqali biz gapirishga harakat qilib, hammasini o'rgangan narsalarimizni aktiv holatga olib chiqishga harakat qilamiz. Xo'p, aytib o'tganidek, bu kursimiz bizda 2 oy uchun va intensiv kurs hisoblanadi, chunki bizda darslar deyarli haftada 5 marta bo'ladi. 3 marta onlayn, ya'ni video darslar bo'lsa, 2 marta jonli suhbat bo'ladi. Aynan bu metodni men hammaga tavsiya qilgan bo'lardim, chunki bu metod orqali siz nazariy emas, balki hammasini amaliyotga o'tkazgan bo'lasiz o'rgangan narsalaringizni. Agarda siz mana shu kursga qiziqgan bo'lsangiz, pastdagi Telegram akkauntga yozishingiz mumkin yoki bo'lsa havola qo'yib qo'yamiz. Aynan mana shu linkka kirib turib, hammasini ism, familiyangizni to'ldirib, telefon nomeringizni qoldirsangiz, bizni adminlarimiz sizga kurs bo'yicha batafsil ma'lumot berishga aloqaga chiqishadi va siz shu orqali osongina kurslarimizga ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Albatta, agarda kursimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, pastdagi akkauntga bog'laning, yozing va nemis tilini men bilan birgalikda tez va oson o'rganing va birgalikda keling, darajamizni 1 daraja, kerak bo'lsa 2 darajaga yuqoriga ko'taramiz.